Bugun men Minecraftning oddiy orolida 100 kun survival yashab qolishim kerak. Bugungi videoda men yolg'iz bo'lmayman. Bugun men bilan eng yaqin do'stim bo'lmish, ya'ni Ahror ham qatnashadi va bu videoda u menga juda ham ko'p yordamlar qiladi va sizlarga unda maroqli tomosha tilayman. Unda biz videoga qaytamiz. Hammaga hello barachilar, men Vinus. Bugungi videomizda biz xullas boyida o'tgandek 100 kun survival o'ynaymiz. Xuddi mana shu orollarda, narada yana qanaqadir kichkina orol bor va bugun men bilan bitta yolg'iz emas, men o'zimni do'stimni ham chaqirib olgan emas. Buni tepada yozib qo'ygan, ko'rib turishim mumkin. Unda biz videoni boshladik. Boro, o'sha yerda kiyimchi qorin ochib ketdi, boro birinchilar. Nimalar bo'pti? Unga baglarni tiqib tashlagansiz-ki, hamma narsa bo'lib ketgansiz-ki. Qayerda yuribsiz? Yomon emas. Hop, endigina men daraxt cho'qaman. Ular bo'lsalar, уже ko'mir. Men trillion jo'mni ham bittadan daraxt qo'yib, o'shani ham qulatishdi. Men qasos o'naman deb yuribman, to'g'rimi? Bo'pti, boshlaylik. Boro qorin ochib ketdi. Tursak kim sezmaydi, to'g'rimi? Kim sezib o'tiribdi bizani? Vallahi, no problem. Bitta problema endi. Ketdi, tosh qaziymiz. Nima qilsa o'tdi? Nima topdingiz? Olmay shatayapti. Hozir olasizda o'shani nariq qilib qo'yib qo'yasiz, to'g'rimi? Aytgancha, ekraningni chap tarafida biz hozir nechinchi kun o'ynayotganimiz chiqib turibdi. Biz endigina birinchi kunni o'tdik. Qo'rqib ketdimman, nimadir yasaverdim deb. Hop, bo'pti, buni yasaymiz, bolta yasaymiz, buni yasaymiz-da va kerak emasmi bersak? Yo'q. Kerak emas, bo'ldi. Olamiz unda, ketamiz bo'pti. Yana din daraxt cho'qib olaylikmi? Uy yasashga kerak bo'ladi. Uy yasashga oddiy daraxt olavering. Anaqa qilmaydi, oq daraxtdan qilsak. Ko'stiyadi menda. Minecraftda ham endi. Kimda ko'stiyab qolsa, qilib qayerdadir yiqib o'lib ketsa. Aytgancha, yana ekraningdan chiqib turibdi. Bo'pti, bunisi ham chap taraf chiqib turibdi. Bizda atigi 10 ta donigina jon bor. Menda ham va Ahrorda ham 10 tagina jon bor. Agar har bitta 10 ta jonni hammasini yo'qotsak, bu degani dunyamizni o'sha odam tark etadi. Bu degani men yolg'iz qolishim mumkin. Obunachilar, men Mamatda g'or topdi. Aytgancha, sizlarga bitta narsa aytib qo'ymoqchiman. Borib biz kuchaymaganmiz, chuqurmasak yaxshi ham. Kuchaymaganmiz. Shuning uchun biz hozircha Mirnada o'ynab turamiz, chunki hozir bizani ikkita zarba qo'qishadi, to'g'rimi? Tepaga men parkurni qo'rdarim shatib. Sharrasiga oyog'im bor, parkurdan chiqaverdim xullas. Kelyapti. Qan. Shuncha tosh rahmat. Taqdir tiqilyapti. To'rstak? Menga hozir 1 stak berdingiz. Hozircha toshga olaymiz, yana ko'mir olib, shu bilan temirga hozircha yetmay turamiz. Darajamiz hozir pastroq bo'lsin. O'rnatgan joy bor. Qan. Qayerda joy bor? G'orlar makoni. Mapda g'or bor ekan, keling, ikkita g'ormi yo'qda olmas ekan. Biroq g'or emas o'zi, prosta qisqartirishgan. Mamatda qarang, dafiga-yu ko'mir. Mamatda, o ichkarida qayerda? Oy, bu yoqqa keling, men qonni sal chuqurroq topdim. Yo'q, bo'pti, tushmaymiz. Kechqurun tushyapti, uy qurishimiz kerak. Demak, hozir bizada birinchi kun o'tib ketyaptimi? Shunchaki 4 minut ichida birinchi kun. Yaxshi, anaqa. Qo'y topdim, ikkita, naq ikkita. Bo'ng qilamiz, bittasi minus. Bo'ng qilamiz, ikkinchisi minus. Hop, yana bitta qo'y, yana 4 ta qo'y kerak bizga. 4 ta qo'y topib, naqosiz. Parkur. Yetishdim.
Mana shu boshqa orol bormayapti, joyda aylanib yuribmizmi yo'q? Olma. Bu kimdir qazdimi? Ya jinalar tashlab ketgan. Ha, tushundim. Bitta xirabrim bor. Hatta g'orga nima qilasiz? Ega qurish kerak desangiz, hozir yaqinda zombilar paydo bo'lishi mumkin. Lekin hali bizning birinchi darajada emas. Ketdik, biz ham ketdik. Bir qayg'ida aylanib kelaylik, ketdik. O'tiring, ketdik. Urmay o'z jonim kam. Qilichingiz burnimga tegadi uning. Qilichingiz o'zi burnimga tegadi, yo'rg'irayapti. Nima turibdi? Burnimga tegadi. Voy, boru biz bir orol aylanib chiqquncha urmay. O'lam hozir. Urmay. Qani bir aylanib chiqib, ancha qarab ketaylik. Quyosh chiqayotgan joyga mana shu yerga qarab ketaylik. 10 tomonga qarang. Nima? 10 tomonga qarang. 10 tomonga qarang. 10 gina chap farqi bo'lsa. O'tga oz keldik, o'tda. 10 tomonga stop turing. Ha. To'g'ri, 10 tomonga qarang. Mana bu. Ha, bu yoqqa o'sha yerdan keldik shekilli hozir. Yo'q, yo'q, kelmadik. O'sha yerdan keldik, o'sha yerda bir dunyo darxil bor edi tepada. Bo'pti. Ketamiz. Xullas, bizada ikkinchi kun. Va nihoyat, million soatlik haydashlardan so'ng men orolni topdim. Savanna bo'lsa ham mayli, ketdik. Qo'y o'ldiring, qo'y kerak bizga. Cho'chqa yemang, faqat cho'chqa go'shti yeymiz, chunki biz o'zbekmiz. Yuhu. Ya, men bilan o'ynashingizni qo'y. Hadi yo'ldan chiqqanlarni shu ahvol kutadi. Xo'p, bizga nechta gun kerak edi? 4 tamidi? Yana bitta yetmayapti ancha. Taxminimcha bitta yetmayapti. Bitta yetmayapti atigi. Bo'ldi, topdim, to'xtang. Hozir qo'yam, mana ham sigirni ham o'ldirib olaylik-da. Qoch. Nima uchun jir bo'ladi, emas sigirlar bor. Urushga qo'ymaydi. O'lding. Bo'ldi. To'xtab turing. Mana sigirni ham o'ldirib olaylik. O'ldirib oling shuni. Asab zo'r shunaqangi. To'xtang, ikkalamiz hozir kravat yasayman. To'q. Bo'ldi. Men sizni kravatingiz to'xtang. Qaq ketdingiz. Hatta men turadi ikkalamiz. Sizda yana bir nimaga bag bo'lib, bir nimaga yana bo'lib qolmasin, ya'ni bir bo'lib. Qaramay turganda spam bo'ladi-ya bu mollar. Bittasi menga bo'ldi. Jam bizada 5 ta go'sht bo'ldi. Bizada menimcha yaxshigina narsa go'sht qildi degan umiddaman. Unda biz bu orolni suramiz shekilli, bu orol juda ham kichkina ekan. Biz o'ylagandek orol emas, lekin hozir menimcha cho'chqani bolasi bo'lib Qotil. Sen cho'chqaning bolasini o'ldirding, onasini bo'lsa, o'zi o'ldirgan bo'lsa ham. Chunki men ham sizga o'xshaganman. O'lmaydi bu, ne o'lmaydi? Jon go'diga tiqdi. Shu nafik. Las. Bu orolda bir tuzmuron narsa yo'q, o'tirmaydi. Qaraymiz, orol kichkina ekan. Yana ketamizmi? Hadi. Bash yuqorsichi, sizga maslahat. Bo'lmaydi-ya bitta. Naraqa g'or bo'lganda ham bir odam xafa bo'lmasdi bo'pti. Mayli. Bizani do'stimiz anta cho'lda qoldi. Cho'l kattami? Shu yerda qarag'ani menga uncha ko'rmayapti. Bo'ldi, piramida topish bizga problema emas. O'shamcha o'rtasiga kelib qolib, tushunamchi. Seka qamchalamasini oling, kerak bo'ladi bizga. Nima? Qatta. Qatdan tushdingiz? Tishda bor ekan. Bu g'orga tushishim kerakdi-yu, savannani Misr deysizmi shuni? Misrga o'xshamaydi-yu. Misr bo'lganda qishloq ham bo'lardi oldida. To'xta. Buzilgan portalmi? Buzilgan portal. Ko'zimga ko'rinibdi. Bu yoqqacha boringlar-da, yuring-da. Kondan bizda hozircha foyda yo'q.
Biza savanna topib oldik. Endi mana shu yuqori borsak bo'larmikan? Tekshirib chiqish kerak. Keldingizmi? Qattasiz? Voy, orqada qolib ketibsiz. Mayli. Voy, quyonni bolichalar yugurib o'tdi. Mayli, bu hozircha biz yuqori boramiz. To'xta. Sigirlar bor ekan, sigirlarni o'ldirish kerak. Bak, chelagim yo'qda, suvli chelak. O'shanda men water drop qilardim. Yaxga domma. Ushasanmi? To'g'ri, sen epchirsan juda ham. Xo'p, obunachilar, bo'lmasam biz ham ishdan quramiz. Bunaqa joy katta qurish shart ham emas. Chunki bizning uyimiz katta bo'lishi kerak emas. Kirish joyi yo'q. Kirish joyini qayerda qilamiz? Mana shu yerda kirish joyi qilaylik. Ikkita joy ortib qolsa mapda. Bo'ldi, mana shu yerda ochib qolsa mana shu qurib olamiz. Bo'ldi, hammasini qurib olamiz. Ikkita eshik. Yana bir qavat qurib chiqamiz. Bo'ldi. Hop, olamiz. Oldimizda cho'lam bor. Bizga oynadan muammo yo'q. Ikkita joy buzib qo'yiladi, oynaga kerak bo'ladi. Unaqa qilib tashamang, tiriladi. Buncha qo'yamiz. Buncha qo'yilishi qiyin. Hop. O'tni yopmang, o'tni yopmang. Oynaga qo'yamiz. Butdan o'tamiz. Tiq. Hop, bitta hamcha oyna qilsa bo'ladi. Ikkita to'rt tomonga oyna qilamiz. Jalik unaqa to'g'ri knopkami? Ikkita taxtadan yasalish kerak. Shuning uchun o'ylasan kirgan uchun. Qatorlardagi xullas deb biz mana bitta sal qarab qo'ymadik, men shunga qarayman. Va ikkinchi bor. Mana bu o'tda chiqishini qara. Ta'mir qildirib yuboramiz. Turtirsa zabr chiqamiz, to'g'rimi? Versiyani olamiz, qayerga joylar mashina olamiz. Nima yaxshi joy? Xo'p, bizga nima kerak? Mash kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa mana bundan 6 ta kerak bo'ladi. Sal normalniroq o'qimoqchiman-da. Menda qotib qoldi to'g'ri. Xo'p, bo'ldi. Katras bo'lsa kerak. Xo'p, bo'ldi. Buni olamiz va to'xtab turinglar. Tamam, qani. Qilamiz. Shibidiq qilamiz. Bo'ldi. Qalay, zo'r chiqdimi? To'xtanglar. Sal ko'paytirish kerakmi bor? Sal uyimiz qish bo'lib qoldi, shuning uchun. Shatmasdi ba'zi. Olib kelingizlar. Pechka yasash kerak. Hop. Ikkita yasadingizmi? Ikkita yasadingiz. Ikkita. Bo'ldi. Mana shu ikkita. Qum olib keldingizmi? Agar ko'mir o'zim solaman, yo'q, ko'mir bormi sizda? Bosorma. Hop, bo'pti. Hop, ichiga nima tiqamiz? Hop, o'ylash kerak. Men go'shtlarni tiqaman tepadigiga. Tepadagimi? O'z qaysinga bosib. Hammasiga shisha qo'yib oldim. Hammasiga? Bittasida anaqa yo'q. Bittasiga go'sht qo'yaman. 8 ta, rovni 8 ta ekan. Hop. Bittasi shisha. Nechta qo'llab keldingiz? 30 tami? Hop, steak hozircha yemay turamiz, shuning uchun sandiq yasayman. Taxtaga otam, sandiqga solib qo'yavering, taxtalarni kerak qoladi. Mana sandiq. Oldingizmi? Men yozgansini tashingda. Bitta dona aytmayapti anga. Bitta. Unaqa qo'ymang, unaqa qo'y. Voy, noto'g'ri qildingiz. Voy, men unaqa qilmoqchi edim, men unaqa yasamoqchi edim men. Unaqa qilasan. Unaqasini. Tushmaganda blok deymiz. Nima u? Biz amalasiga isrof qilib tashlaymiz. Sindirib tashlang, shunchasi bo'lib ketdi. Voy. Mana
6tasidan 16 yasash mumkin, 2 dedi. 2 ta Dona. dona. Ha, ichiga kirasiz. 6 tamizdan nechta bor? 2 ta. 6 ta bo'lishi kerak, 6 ta. 6 tani bitta qilib. Qancha qilib desa bo'ladi. Oldim. Mana. Qani. 7 ta. Yasadingizmi endi anaqa kiring? Ha, mana shu. Oling. Bo'ldi. Endi qo'yib tashlayman bo'ldi. Bizani uyam anjimcha tayyor qoldi aytgancha. Qulashimiz kerak. Kravatlarni qo'yaman hozir. Tepaga nima qilingizmi? Qatga. Qo'yamiz keyingi qismda, faqat ost qismda ulgurmaymiz. Keling, qulaylik. Alloh. Quling. Mazza qilib qulaymiz. Spima yaradi susni. Va nihoyat bizada 3-yo'g'ay. 4-mi, nechinchi kun? Xullas 3-kun. Xullas, obunachilar, videoni mana shu joyga ko'rgan sizlardan kattakon rahmat deb qolaman, chunki biz bu videoni tayyorlash uchun juda ham qiyinchiliklarga yo'l qo'ydik, chunki bu eng qiyin video bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman. Unisini endi video davomida ko'rib olasizlar. Unda sizlarga video yoqdi deb umiddaman. Biz shuncha ko'p kuchaydik va uy ham qurishga erishdik. Butun emas, yani yarmini. Unda hammaga xayr deb qolaman. Videoga like bosishdan chiqmasan, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasan. Hammaga bam!